Mahsulotingiz bor, videoga olib internetga qo'yasiz, sotilmayapti. Bu shunchaki videoga olib Instagramga qo'yganingiz bilan sotiladigan narsa emas. Bu yerda o'lchanadigan o'lchovlar bor. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga mana shu narsani o'zi qanaqa qilsaki sotsa bo'ladi. O'zimizda nima qildikki o'xshadi. Mana shu elektr qozonlarda nimani evaziga sotuv yaxshi bo'lganini razborini qilib beraman. Birinchi navbatda o'zi nima sotishidan qat'iy nazar u tovarni o'zi ochib berishingiz kerak. Ya'ni o'sha sotayotgan odam nima olayotganini yaxshi bilish kerak. Nima qiymat olishini yaxshi bilish kerak. Birinchi navbatda bizda nima bo'ldi? Mana elektr qozonlarni olib kelishimizdan maqsad tovarni analiz qildik. Kimga sotishimizni bilib oldik, to'g'ri ochib berdik. O'shaning uchun yaxshi uspeshniy bo'ldi. Endi bu elektr qozonni bitta ko'rganda odam bir o'yinchoqmi deb o'ylaydi, uni qarasa. Miyada nima aylanadi? Buni ovqat qilsa bo'ladimi? Bir erib ketmaydimi bu narsa degan narsa bo'ldi. O'sha sirazi mana shu narsaga javob tariqasida sirazi o'sha videosini olishni boshladik. Ovqat qilib ko'rsatib berdik. Haqiqatan mana ovqat qilsa bo'ladi. Endi keyin savollar tug'ildi. Bu narsani yuyadigan bo'lsa, kuyib qolmaydimi degan narsalar bo'ldi. O'sha sirada o'sha yerda ham javob tariqasida o'sha yuvib ko'rsatib berdik. Haqiqatan mana shu elektr qozon yuvib ko'rganingda ham hech qanaqa kuymaydi degan narsani ochib berdik. Klient nimadir sotayotganda uni miyasida to'siqlar bo'ladi. Mana shu to'siqlarni olib tashlab o'shalarga javob beradigan bo'lsangiz, bo'ldi. Qanaqa tovar bo'lishidan qat'iy nazar sotilish ehtimoli balandroq bo'ladi. Endi keyingi etap o'zi bu narsani, ya'ni nima tovar sotishidan qat'iy nazar uni kimga sotish kerakligini yaxshi bilib olishingiz kerak. Klientingiz kimligini bilishingiz kerak. Biz o'ylab chiqdik. Misol uchun qishda ko'p gaz o'chadi. Gaz o'chaydiganlarga, undan tashqari yangi ko'chib o'tganlarga kerak bu narsa. Undan tashqari mana limit masalasi hozir rosa muammo, cheklov bor limitda. O'sha yerda ko'p tok yemaydimi degan narsa ko'p bo'ladi. O'sha narsani ham ochib berdik. Bu qozon, elektr qozon, shtobi san gazga bora olmasang ham bemalol senga elektr qozon orqali o'sha gaz qila olmaydigan ovqatlaringni bemalol elektr qozonda qila olasan bir xil vaqtda. Ya'ni umumiy qilib aytganda bizani klientlar kim, o'sha klientlarga nima uchun bu qozonni olayotganini sababini ochib berdik. Endi bu yoqda ketma-ketlik bo'ladi. Har bitta videoda ko'p savollar bo'ladi. Uni olish kerak. Misol uchun 100 ta komment bo'ladigan bo'lsa, u yoqda bir 30 ta bir xil savol bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ko'p tok yemaydimi degan savol bo'lsa, o'sha mana shu savolni ko'proq keyingi videoda urg'u berish kerak. Ko'p tok yemaydi degan masalani. Shu yoqdan o'sha keyingi savolga o'sha miyasidagi to'siqqa yechim berib, haqiqatan bo'lmasligini ochib berib, keyin yana sotuvni ko'tarib borsa bo'ladi. Biznesda kengayishi mana shu to'g'ri analizdan kelib chiqadi. Ya'ni birinchi navbatda kichkina qozonlarni olib kelib sotuvni yo'lga qo'ygandan keyin elektr qozon tushunchasi uyg'ondi. Endi ko'p so'ralayotgan narsa qozonni kattarog'ini so'raldi. O'sha bu yoqda nima bo'ladi? Yana o'sha Xitoydan kattaroq qozonlar qidiruvga tushiladi. Misol uchun katta litri 2 litrdan boshlagan bo'lsa 2,8 litr, 3,5 o'sha 5 litrgacha o'sha mana boryapti. Nimani evaziga? Chunki talabni o'sha bilib oldi. Odamlar elektr qozon tushunchasini bildi. O'sha ketma-ketlik bo'yicha davom etyapti. Ayni so'rovdan kelib chiqib biznes kengayishi ham bog'liq bo'laveradi. Mantiq osqonli elektr qozon olib keldik. Endi bu yoqda yana bir savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun klient ko'zi bilan qarash ham muhimda. Endi bu yoqda manti pishadimi, baribir gazda pishirmasa kerak degan xayol kelishi mumkin. O'sha narsaga javoban qilib, hali unaqa savol bo'lmadi, lekin darrov o'sha to'sig'ini oldini olish uchun video qilindi. Haqiqatan gaz bilan qancha vaqtda pishirildi, o'sha narsalar ochib berildi. Ya'ni bu yoqda urg'u berilgan narsa sotayotgan tovarni ochib berish degan narsa mana shu yoqda bo'ladi. O'sha miyada to'siq yechildi, bo'ldi, men olsam bo'lar ekan, bemalol mantiq qilsam bo'lar ekan degan narsani oldi klient va sotuvlarni oshirishga sabab bo'ldi. Obzorlar ham shunchaki videoga olindi, bo'ldi, qo'yildi emas. U yoqda ikkita format birdaniga qilindi. Biratala o'sha mantiq qilinayotgan jarayon ketdi. Undan tashqari uni o'lchamlari, misol uchun o'lchamlari mana 2,8 litr yoki 3 litr, ikkita qasqoni bor, detalli o'lchovlari ochib borildi. Shunchaki chiqib mana bunaqa emas, jarayonda birgalikda ochib borildi. Ya'ni kim bitta videodan unumli foydalangan holda 2-3 ta savollarga javob berib ketiladi. Umumiy olib qaraydigan bo'lsa, kiyim-kechak biznesi bo'ladimi, qanaqadir idish-tovoq biznesi, oshxona buyumlari bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, yoki-da opa-singillarimiz bor, uyda pishirg'ila qilishadi. Undan tashqari uyda o'zlari tikib sotadigan opa-singillarimiz bor. Nima ishlab chiqarish, xizmat yoki-da tovar bo'lishidan qat'iy nazar uni qiymat ochib berilishi kerak. Kimga sotayotganingizni yaxshi bilishingiz kerak. Tovar analizi, mijoz analizi degan narsalar bor va eng muhimi ijtimoiy tarmoqdagi algoritmlarni to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Bu narsani men xudo xolasa videolarni ketma-ketlik davomida hammaga yoritib boraman. Kuzatishni davom etinglar. Eng yaxshi ma'lumotlarni sizlar uchun berib boraman.